Assalomu alaykum ustakalar. Mana shu qo'ldagi narsa klipsa fiksator deb nomlanadi. Profillarga ishlatiladi aslida. Qotirilishi oson. Faqat profilda har xil texnikada chiqqani uchun uncha joylarini qo'l bilan qayirib olish kerak. Buni holatlarga keltirib olish kerak. Buni vazifasi anaqa korb yasash paytlarida, korb yasasiz, tiqasiz, qotirasiz. Mana shu qotgan holati ko'ryapsiz, tep-tekis bo'lib turadi. Bu yoqda samara bo'lgan holati. Momentda hozir samarasi qotirilgan holati, bu korpga yig'ilgan karkasimiz. Mana. Bu yoqda fiksatorga, klipsa fiksatorga qilingan holati. Tep-tekis ravon. Ertaga gipsokarton qotirgan paytda mana shu yerda bug'or hosil qilmaydi. Odatda hozir endi bular hozir eskirgan variantda, hozir bularni boshqacha yo'llar bilan to'g'rilab olsalaradi. Sizlarga hozir maslahatim, mana bunaqa klipsa fiksatorlardan foydalaning. Mana. Fiksatsiyasini berasiz, mana o'ziga kerakli turibdi mana bu yerda. Siz belgilaganimizda qotirganimizda bo'ldi. Endi bularni hammasini olib tashlab, hammasiga bunaqa klipsa fiksatorni qotirib qotiramiz-da. Buni yechib olib tashlaymiz.